Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozi, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 1. ayının 5. günü vatandaş. Bugünkü leksiyimiz ve vaziyetimiz. Bugün birinci bulup Johnson'ın mundaq bir abzas yani Johnson'da obzorçu bugünkü video filmiga koygan isem ya mavzu mundaq ki vatandaş Xi Jinping dergazapga keldi. Bütün dünyaga g'arazlik, ig'vogarchilik qilishni boshladi. Yana keskin dunyoviy qarshilikni keltirib chiqardi. Johnson'ga 2023 yıl 1. ayının 5. günü YouTube. Biz ötkende vatandaşlar leksiya söz degende Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo hozir Jungo Kompartiyasi virusni yana bir qatim xalqaro jamiyatga tarqitishga boshladi deb ko'rsatdi degan edik. Bugün Johnson'ga ihtimal shu nuqtani ko'zga tutgan bo'lishi kerak. Tafsili anlayamadım. Mavzuni sizlarga yetkazdim vatandaşlar. Endiki vaziyatning o'zidan aytsak, bugün yana nima deyapti desiniz, masalan, Ukraina Rossiya o'rtasidagi urush munosabatlarida to'rbetter yetib kelayotgan fikrlarni Rossiya tunigillardan boshlab Bakhmut, Ukrainaning Bakhmut shahrida yana hujum qildi dedi. Lekin bundan avval yetib kelgan xabarda Ukraina armiyasi yani Krimiyada Rossiyaning havo armiyasi ve raketa bazasini o'qitdi, bombardiman qildi, qattiq portlash yuz berdi. Hatta Krimiyada aholilar uy o'ltiraq joylar silkinishga boshladi. Nihoyatda dahshatli portlashdi. Demak, bu nuqtada Ukraina armiyasi Qrimga hujum qildi degan gap bu oxirgi planmi? Yani Krimiyadan Rossiyani qo'g'lab chiqarish bilan urushni oxirlashtirishmi? Va yoki Krimiyaga hujum qilish bilan Rossiyani texmi hol sirtib o'zigidan chekinishni qo'lga keltirishmi? Bu tarafi noma'lum vatandash. O'tganda biz sizlarga degan edik. Rossiya Ukraina tashqi ishlar ministri Kolba shunday dediki, bir tarafdan urush qilamiz, bir tarafda suhbat elib boramiz. Hozircha Ukraina bilan Rossiya o'rtasida suhbat boshlanganligi to'g'risida bir xabar yetib kelmadi. Lekin ikki maydon, ikki shahar, biri Bakhmut shahrini bombardiman qilish Rossiya tarafdan, birdan Ukraina Krimiyaning Sevastopol shahrini, rayonini bombardiman qilish yoki raketa bilan bombalash. Bunaqa aytganda Rossiyaning bu havo armiya bazasida Su-27, Su-35, Su-M-35 deydigan harbiy aeroplanlari turg'izilgan harbiy port ekan, dengiz port ekan Sevastopol. Yani Ukraina armiyasi hatta Krimiya ko'riga yana bir qatam hujum uyushtirdi degan xabar yetib kelganda men shunda qo'yildimki, hozir Rossiya Ukraina urushi keskin bir jarayonga kirib keldimi yana? Buni tushuntirib bermaymiz vatandaş, uning oxirgi natijasi chiqmaguncha. Endi mushu oraliqda biz o'tgan turli leksiyalarga degan edik. Yaponiya chegarasiga yaqin, yoki Rossiya chegarasiga yaqin bir o'rinda harbiy baza, raketa harbiy bazasi qurdi. Bundan Rossiya Yaponiyaning munosabati jiddiylashganligini ko'rib oladi degan edik. Hozir endi Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida 1. ayning 13. kuni Washingtonni ziyorat qilib,
Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan ko'rishadigan va suhbat o'tkazadigan bo'ldi. Biz tushungan deganimizcha Yaponiya Rossiya vaziyati jiddiylashdimi deganimizdan bugun kelayotgan bu xabarda masalan Fumio Kishida Yaponiya vazirining Washingtonni ziyorat qilishi haqiqatan bir jiddiylik, ya'ni Rossiya Yaponiya o'rtasida bir jiddiylikning yuz berganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Lekin matbuotlarda, yozma xabarlarda yoki video filmda Yaponiya Rossiya o'rtasida to'g'risida yana boshqa xabarlar yo'q. Faqat o'sha harbiy baza qurish masalasi bilan Rossiya bilan Yaponiya munosabatining jiddiyligini aks ettiryapti. Anda vaziyatning uchinchisi dal o'sha kunlarda, masalan 1-oyning 5-kunida NATO'ning sobiq kotibi Rasmussen efendi 5-kuni, dal 5-kuni Taybiga yetib keldi. Tayvanga. Burun bu kishi 1984-yilda bir qatim Tayvanga kelgan ekan. Vaqtda so'zlagan nutq nima buni bilgili bo'lmaydi. Biroq Taybiga kelib, uning so'zlagan nutqi mundaq mazmunlarni o'z ichiga oldi. Masalan, bir mustabid hokimiyat yoki Jungo hozir Tayvan demokratiya erkinlikni saqlab kelayotgan, kishilik huquqni qo'llab kelayotgan Tayvandan iborat kichik bir davlatga tahdid paydo qildi. Diplom Rasmussen shunday dediki, biz NATO Tayvan bo'g'izida to'qinish yuz bersa buning bevosita aralashmaymiz. Biroq harbiy qurol-yarog' yordam berish, Jungo hukumati tajovuz qilsa, Jungo hukumatini embargo qilish bu bizning ishimiz. Yoki G'arb dunyosining ishi, yoki NATOga a'zo barliq davlatlarning ishi. Mushundaq munosabat bilan yoki mushundaq pozitsiya bilan Jungoga muomala qiladi degan mazmunda so'zildi. Ham muxbirlar shundaq bayon qildi, ham Tayvanning rahbarlari Tsai Ing-wen va Lai Ching-da muavin prezidentlar bilan prezident va rasmiy prezidentlar bilan ko'rishganda ham shundaq dedi. Hozir vaziyat jiddiligi Ukrainada yuqoriga Krimiya ko'rigini portlatish yangidan Yaponiya vazirining Washingtonni ziyorat qilishi 1-oyning 13-kuni Rasmussenning Tayvanga kelib, Tayvanda nutq so'zlashi nutq bek jonliq. Yani cümleler, ibarlar intayin enek vatandaş Rasmussen shundoq dedi. Bevosita aralashmaymiz. Lekin Rasmussen bir gapni qizg'aldi. Asiya, Ulug' okean yoki endi Tinch okean rayonida hozir Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya, Hindiston, Yaponiyadan iborat 4 davlatning hamkorligi bor dedi. Bu 4 davlat hamkorligi allaqachon shakllanib bo'ldi. Bu rayonda. Shunlashqa bu yerga NATO'ning kelib bevosita aralashishining hojatimi yo'q. NATO kelib qiladigan ish bo'lsa, masalan degandek, kishilar o'ylagandek bo'lsa, buni hozir shu 4 davlat ittifoqimi o'ddiga olaydi. Hindiston, Yaponiya, Amerika, Avstraliya. 4 davlat ittifoqi o'ddiga olay. Bu to'g'rida aralıqda 4 davlat ittifoqi, 4 davlat hamkorligi boshlanadi va qayta yig'in etishlar jarayonida Osiyoda matbuotlarda shundoq degan edi. Bu 4 davlat ittifoqi amaliyotda Osiyodagi kichik NATO deyilgan edi. Bugun Rasmussenning gapiga asoslansangiz, Tayvanda turib siz deydiki nima deydi? NATO bevosita aralashmaydi, biroq bu 4 davlat NATO'ning o'rnida har qanday ishni bajaralaydi degan bir mazmunni o'tirib qo'ydi vatandoshim. Ondan hozir biz Johnson Jay'ning so'ziga qaytib kelsak, shu mavzuning o'zida demak, Rais Xi Jinping hozir dunyoga birinchi bo'lib virus tarqatish degandek. Buni sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo maxsus ziyorat qilganda dalilladi. Bugun Johnson Jay shundoq dedi. Ondan Rais Xi Jinping dunyoga yana darg'azab keldi.
Dünyada yani bir keskin dünyavi karşılışını peyda kılışı mümkün. Demek birinci ayının 5 yılı birinci ay kiriş bilallah yoki yangi yil kirish bilallah hozir alaydilik deganda mush alaydiliklar endi Tinch okean rayonida anda o'zaro davlatlar munosabatida shundaqla Yiroq Sharqda ya'ni Yiroq Sharqda deganda Rossiya, Yaponiya munosabatida ayni chog'da vatandosh 1904-yili 20-asrning shu yillarida Yapon dengizida Rossiya, Çar Rossiya bilan Yaponiya o'rtasida dahshatli bir dengiz urushi bo'ldi. Hatta bu deniz urushiga Rossiya nihoyat yiroqdagi Qor dengiz piloti, Shimoliy Rossiya deniz armiya piloti deganlarni 3 oy 4 oy degandek haydab Yaponiya denizga yetib keldi. Lekin bu pilotlarning hammasi tarmar bo'ldi. Bu urush Rossiya bilan, Çar Rossiya bilan Yaponiya o'rtasidagi urush 1904-yili dunyoga qo'rib ketdi. Dunyo zilzilaga keldi desa bo'ladi. Sababi Yevropalik Asiyalıktan urushda yengilib qoldi. Demek Asiyalık Yevropalıkka çekilishga jur'at qilmaydi. Degan shu vaqtki ko'chko'ylardagi jamoat fikrini Yaponiya shu yangi o'lish bilan Çar Rossiyani g'alaba qildi degan gap. Buni ta'siriga sizlar biz Uyg'urlarni uchirgan edik vatandosh. Rossiya, Çar Rossiyaning Yiroq Sharqda Yaponiya deniz armiyasi yengilishi oxirgi hisobda 1945-yil 8-oyning 14-kuni Stalinning og'zi mundaq bir jumla so'zni chiqarishga majburlagan edi. Stalin nima dedi? Biz burun Yaponiya bilan birlashib Jungoni parchalashga va Jungoni cheklashga tirishib keldik. Endi bugundan boshlab biz Jungo bilan birlashib Yaponiyani cheklashga, Yaponiyani tarmar qilishga tirishchilik ko'rsatamiz. Ya'ni 45-yil Xelinjang yoki Manjuriyaga chiqqan Yapon armiyasi, Kanton armiyasiga qarshi Stalin askari chiqardigan paytlarda 1945-yil 8-oyning 6-kunlari atrofidami askari chiqardigan vaqt. Shuni ulgurib, shuni tayyorlik qilayotganda 8-oyning 14-kunida Jungoning diplomati Sunko, Jungoning diplomati Song Zibin, Jungoning diplomati Jang Jaeshining o'g'li Jang Jingo, undan keyin Moskva turishdi Kuomintang bosh elchisi Wang Jiashan. Moshula o'rtasida Moskva suhbati o'tkazilganda Yaponiya dengizdagi Çar Rossiya bilan Yaponiya urushi demak keyingi Rossiya Yaponiya munosabatiga, keyingi Rossiya Jungo munosabatiga ana shunday ta'sir ko'rsatgan edi. Shu kuni, shu oyda Uyg'uristonda qurilgan davlat munqariz bo'lib Xitoyga qo'shib berilgan, Xitoyga set berilgan edi desangiz bo'ladi vatandosh. Endi bugun ya'ni shu Yiroq Sharqda masalan Rossiya chegarasi deganda qayer ekanligini aytmoqdim, men Xokkaydo dedim taxminan. Biroq mushu payti Yaponiya Rossiya o'rtasida jiddiylik paydo bo'ldi deydi. Mushu payti rasmiysi NATOning sobiq kotibi Tayvanni ziyorat qildi deydi. Mushular bugungi vaziyat vatandosh. Endi shuni aytamiz, oxir xulosamiz shuki vatandoshim. Davlat bilan davlatning kuchi universal kuchi deydi hozirgi kunda. Burungi kunlarda iqtisodiy kuchi bilan armiya kuchi deydi. Mushu kuch tangping holatda, muvozanatda turgan ahvolda davlat bilan davlat o'rtasida ziddiyat paydo bo'lmaydi. Qarshilashish paydo bo'lmaydi.
balki tinchlik muhitini yaratishda ajoyib bir vaziyat shakllangan bo'ladi. Mabodo cho'ng davlatlar o'tirsa qaysi birisining iqtisodiy chekinish va yoki davlat ichida ijtimoiy siyosiy o'zgarish yuz berganda bu davlatda hokimiyat turoqsizlashib, tavrinish davri kirib qolganda, demak ikkinchi bir cho'ng davlat yoki darajadan tashqari cho'ng davlat bundoq davlatga gap qilish huquqini ko'tarib chiqardi desangiz, bugungi Rossiya Ukraina urushida zaiflashdi desangiz, xarablashdi desangiz, Rossiya armiyasi Ukraina armiyasiga bardoshlik berolmadi desangiz, mushu kunda Yaponiyaning Rossiyaga bu darajada muomala qilishi, bir Yaponiya, Chavshan, Jungo dedik, muomala qilishi bu tarixdan qonuniyatlarga uyg'on vatandosh.